Mana bugun biz 9-darsni boshlayapmiz. 9-darsda biz kasr o'zi nima, kasr chizig'i nima vazifa bajaradi degan savollarga javob beramiz. Marhamat, boshladik. Birinchi, kasr oddiy son, ya'ni 3 bo'lingan 4 sonini oladigan bo'lsak, bu kasr chizig'i bo'lish vazifasini bajaradi. Ya'ni surat tepasi qismini surat, pastki qismi mahraj. Tepa qismini pastki qismga bo'lganimiz bo'luv chizig'i, ya'ni kasr chizig'i deb ataladi. Endi biz kasrlarni qo'sh ayirish haqida bosh qotirishda boshlasak ham bo'ladi. Kasrlarni qanday qilib qo'shib ayiramiz? Boshladik. Misol uchun 1 taqsim 6 ni qo'shamiz 3 taqsim 6 ga. Bu yerda mahraji shu holatda ko'chiriladi. Suratlari o'zaro qo'shiladi. 1 + 3. Ya'ni 4 taqsim 6. Keyingi misolimiz kasrni kasrga ayirish. Oddiy usulda xuddi shuni. Misol uchun 8 taqsim 11 ayrilgan 7 taqsim 11 ni oladigan bo'lsak, bu yerda xuddi qo'shishga o'xshab mahraji alohida yozib olinadi. Suratidan suratini ayiramiz. 1 taqsim 11 degan javob olamiz. Endi suratlari bir xil, lekin mahrajlari har xil bo'lsa qanday qilamiz degan savol bor. Ya'ni 6 taqsim 7 ayrilgan 3 taqsim 14. Bu holatda nima qilamiz? Bu holatda mahrajini bir xil holatga keltirib olishimiz kerak. Ya'ni ikkalasida ham 14 ga bo'linadi. Ikkala son ham 14 ga bo'linadi. Shuni hisobiga 14 ni umumiy mahraj deb olamiz va 14 ni 7 ga bo'lamiz. Chiqqan natijani esa suratdagi songa ko'paytiramiz. 14 ni 14 ga bo'lamiz. Chiqqan natijani ham yana suratga ko'paytiramiz. Birinchi sonimiz 12, ikkinchisi esa 3. Ya'ni o 9 taqsim 14 degan javob chiqadi. Qo'shda ham xuddi shunday. Ya'ni 6 taqsim 7 qo'shilgan 3 taqsim 14. Bu yerdan suratda nima qilgan bo'lsak, hammasini birin-ketinlikda bajaramiz. Va ayri o'rniga qo'shuv ishlatamiz. 12 qo'shilgan 3 barobar 15 bo'lingan 14. Endi navbat noto'g'ri kasr va o'nli kasrlarga. Noto'g'ri kasr o'zi nima? Noto'g'ri kasr oddiy narsa, ya'ni surati mahrajidan katta bo'lgan kasrlar noto'g'ri kasrlar deyiladi. Ya'ni 9 taqsim 4 ni olsak, surati mahrajidan katta. Buni nima qilamiz? Shu holatda qoladimi? Albatta, oddiy qo'sh yoki ayirishda bo'lsa shu holatda qoladi. Misol uchun 11 taqsim 4 ni olsak, shunchaki suratini suratiga qo'shamiz, mahraji shu holatda ko'chadi. 20 taqsim 4. Bu 5 degan javob chiqadi bu yerda. Keyingisida endi noto'g'ri kasrni boshqa holatga o'tkazish mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Noto'g'ri kasrda o'nli kasr ko'rinishiga o'tish mumkin yoki aralash kasr ko'rinishiga o'tish mumkin. Aralash kasr ko'rinishiga o'tadigan bo'lsak, 9 ni 4 ga bo'lamiz. 9 ichida 2 ta bor. 8 bo'ladi. 1 qoldiq qoladi. Bu qoldig'ini suratiga yozamiz. Ya'ni suratiga 4 ni o'zi mahrajiga tushadi. Chiqqan ikki javobni esa oldiga ko'paytmaga o'xshatib yozib qo'yamiz. Lekin bu ko'paytiruv emas. Bu aralash kasr deyiladi. O'nli kasr nima? O'nli kasrni ham xuddi shu holatda davom ettiramiz. Ya'ni mana bu yerda xuddi shu holatda boshqatdan yozib olsak, mana 9 bo'lingan 4. 9 ichida 2 ta bor, 8. Ayiryapmiz. 1 tushadi. Bu yerda 0 beramiz. 10 ga yetmayotganligi, 4 ga yetmayotganligi uchun virgul olib tushamiz. Bu o'nli kasrga o'tyapmiz. Ya'ni 10 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2, 8
Yana 2 tushib qolyaptimi? Yana bu yerga 0 beramiz. Bir marta vergi olib tushganimiz hisobiga boshqa vergi olib qo'ya olmaymiz. Shuning hisobiga 20 ni 4 ga bo'lib 5 deb yozamiz. Ya'ni 2,1 taqsim 4 2,125 degan javob kelib chiqadi. O'nli kasrni yoki aralash kasrni oddiy kasrga aylantirish mumkinmi degan savol tuyuladi bu yerda. Ha, mumkin. Virguldan keyin o'nli kasrda bo'lsa, virguldan keyin nechta son bo'lsa, nechta raqam bo'lsa, shuncha nollar orqali, ya'ni 1,1 deyotgan bo'lsak, birdan keyin 11 bo'lingan 10 ni yozib olsak, bu to'g'ri bo'ladi. Lekin 2,125 bo'lsa-chi, 2,125 ni virgulni tashlab yozib olamiz. Bu suratda qoladi va mahrajiga 100 sonini yozamiz. Virguldan keyin nechta son bo'lsa, shuncha 0. Bu oddiy narsa. Aralash kasrni o'nli kasrga yoki oddiy kasrga aylantirishimiz osonroq. Aralash kasrdagi oddiy kasrga aylantirishimiz uchun 2,1/9 ni oddiy kasrga aylantiramiz. 2 ya'ni butun qismini mahrajiga ko'paytiramiz va suratiga qo'shib qo'yamiz. Surat qismiga, ya'ni mana 9 2 ko'paytirilgan 9 qo'shilgan 1 ko'rinishida keladi. Buni javobi 19 taqsim 9 degan javobni olamiz.